Xitoy jazo lagerida 2 oy yetib chiqqan Sharqiy Turkistonlik Qozoq Amanjon Seyit o'g'li İstanbul Atatürk aerodromida tutqunlanib uzun vaqtga qolmay İstanbuldagi Ona-Yurt darnigi boshliqlarining orqa kirish bilan qo'yib berildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevada o'tkaziladigan yig'iniga qatnashib, Xitoy zulmini pash qilishga taklif qilingan Seyit o'g'li İstanbul orqali Jenevaga uchmoqchi edi. Munosabat xodimlardan nemishqa tutuqlanganligi to'g'risida so'ralganda, ehtiyot qilishga tegishli kishilar tizimligida bor bo'lganligini aytgan. Yana bir Uyg'ur sarxili Sharqiy Turkistonda ishg'oliyatchi va bulanchi salohiyatida mavjud bo'lgan Xitoy kommunistlarining qurbonligiga aylandi. Necha oydan beri yig'ilish lagerida tutuqlangan va qayaga qamalganligi oqibati boshqa Uyg'urlarga o'xshashla aniq bo'lmagan Uyg'ur shoiri Chimangul Obidning Xitoy soqchilarining qiyin qistoqlari sababli qazo qilganligi ma'lum bo'ldi. Uning jasadining oilasiga berilmasligi organlari o'g'irlandimi degan qarashni kuchaytirdi. Hürriyet gazeti maxsus stun yozuvchisi Ilbar O'rtayli Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmi haqida bir maqola yozdi. Tarixshunos Ilbar O'rtayli Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmiga nazarini og'dirgan maqolasida bu rayondagi nopis ma'lumotlari to'g'ri emas, yaqin kelgusida buzg'unchilik harakatlari yuz bersa, xaritaning qanday o'zgaradiganligi aniq emas deyildi. Maqolasida Xitoy bilan tinchlik va kultur yiliga kirdik. Bu xil siyosat ijro qilinayotgan va bir millatni ochiq bir shaklda yo'qotish planlagan bir davlat bilan madaniyat almashtirish va tinchlik yilini qanday birlikda tabriklaydiganligimizdan bak andish qilyapman degan O'rtayli u rayondagi mo'l yer osti boyliqlari uchun Uyg'urlarga zo'r besim qilinganligini ta'kidlab o'tdi. Amerika prezidenti Donald Trampning Amerikaning Meksika bilan bo'lgan janubiy chegarasiga askar avatish talabi Davlat mudofaa ministerligi, ya'ni Pentagon tomonidan rad qilindi. Amerika simliq televiziya xabar to'rining bildirishicha, Amerika Qo'shma Shtatlariga kirmoqchi bo'lgan ko'chmanlarni to'sib qilish uchun Tramp o'tgan oyda chegaraga askar avatish kerakligini aytgan, lekin mudofaa ministerligi bu talabni rad qilgan. Milliarder savdogar Saudiya Arabiston shahzodasi Valid ibn Talal Amerika Fox xabar kanalining yakshanba atganlik programmasida qatnashdi. Programmada Saudiya Arabistonlik jurnalist muxbir Jamal Qoshiqchining o'limi haqida to'xtalgan Talal, tekshirishlarning tamomlanishi uchun Saudiya Arabistonga bir oz vaqt beringlar dedi.